Chempionning qaytishi. U17 futbolchilarimiz yana chempion bo'la oladimi? Assalomu alaykum, siz futbol fanatlari kanalidasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol ma'lumotlari va yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Shu yilning may oyida Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga qur'a tashlandi. Va bu qit'a birinchiligida O'zbekiston qaysi guruhdan joy oldi? Va bizga kimlar raqiblik qiladi degan savolga to'la to'kis va ochiq aytadigan bo'lsam, biz D guruhdan joy oldik va bizning raqiblarimiz Avstraliya, Hindiston va Shimoliy Koreya bo'ldi. Do'stlar, bu jamoalar bizga qanchalik raqiblik qila oladi yoki ularning hozirgi darajasi qanday? O'zbekiston bu turnirda qayergacha bora oladi? Bu savollarning barchasiga turnir davomidagina javob ola olamiz xolos. Do'stlar, terma jamoamiz turnirda qanday natija qayd etadi? Bu haqida o'z fikringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Sizning fikringiz muhim ahamiyatga ega. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab, videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.